Har doim aytaman, boylik yaxshimi? Yaxshi. Lekin boylikdan ko'ra afzalroq ne'mat bor. Bu sog'liq. Boyligingiz bo'lsa, sog'lig'ingiz bo'lmasa tatimaydi. Lekin boylikdan ham, sog'liqdan ham afzalrog'i bor. Va bu bo'lmasa, bu ikkalasi tatimaydi. Ya'ni ichki xotirjamlik. Sekin-sekin etapdan kelasiz ichki xotirjamlikka. Ichki xotirjamligi bor odamda hamma narsa bo'ladi, sog'lig'i ham, boyligi ham. Lekin xotirjam bo'lmagan odamda na sog'lig'i, na boyligi bo'ladi va u bor bo'lsa ham tatimaydi. Boy bo'lsa ham ichkarida xotirjam emasmi, tatimaydi. Endi boshqa ilohiy ilmlar ana shunga qaratiladi. Ya'ni sizni sakinatga olib kelishga, ichki holatni to'g'rilashga. Biz hozir bugun pul haqida gaplashyapmiz. Demak, pulning eng da yaxshi ko'rmaysiz. O'zga narsa olmaysiz. Olsangiz ham achinasiz. Olsangiz ham afsuslanasiz. Bekor qildim-da shuni. Shu bekor sarfladim-da shuni. Shuni undan ko'ra ro'zg'orga sarflasam bo'lmasmidi? Bolamga siz bo'ldingiz уже. Maza qiling bu narsadan. Qancha ketsa ketsin. Qancha ketsa ketsin. Siz arziysiz. Va muammo nimada? Ayollarimiz o'zini bilmasligida, o'zini tanimasligida, kim ekanligini, qanaqa ekanligini, qanaqa yaratilganligini, Alloh uni qanaqa yaratganini bilmaganida. Biz shunaqa ideal yaratilganmiz. Biz shunaqa brilliant qilib yaratilganmiz. Biz shunaqa darajada mukammal qilib yaratilganmiz. Lekin o'zimiz bilmaymiz. Shuning uchun ham har doim aytaman, hech qachon o'zingizdan qizg'anmang, hech qachon. Endi o'zidan qizg'anmaslik nima degan? O'zingiz uchun vlojit degan, o'zingiz sarfla degan. Birinchi o'rinda nimaga? Albatta ilmga. Va o'zim yaxshi ko'rardim oldin. Kiyim-kechak olardim, lekin ilmim yo'q. Ilmim yo'q. Va ilmdan keyin bu narsa yana ham mukammalroq bo'ldi, alhamdulillah. Ilmga. O'zingizni yeb ichishingizga, qorningiz to'q bo'lishi kerak. Siz och bo'lib turib bolangizni to'ydira olmaysiz. O'zingiz kiyimingiz yupun bo'lib turib, rasvo bo'lib turib bolangizga olib berib, siz puldan ochilib keta olmaysiz. Keyin nima bo'ladi? Katta bo'lganingizda bolangiz sizga o'sha narsani qilmagani xafa bo'lasiz. Hech qachon unutmang. Baxtli onani bolasi baxtli bo'ladi. O'ziga ishongan onani bolasi o'ziga ishongan bo'ladi. O'zini yaxshi ko'rgan bolasi o'ziga ishongan bo'ladi. O'zini yaxshi ko'rgan bo'ladi. Bola onani holatini, ichki holatini ko'rib katta bo'ladi. Bola ko'rsa onasi bechara, u ham ertaga becharadek muomala qiladi. Va bechorata onam, bechorata. Siz xohlaysizmi bechora? Masalan, men xohlamayman bechora bo'lishni. Kim xohlaydi bechora bo'lishni? Kim bechora bo'ladi? Agar siz bechora bo'lishni xohlamasangiz, hozir shaxs sifatida shakllaning. Sizga rahmlari kelmas, nima keragi bor sizga rahmi kelish? Nima keragi bor o'zimizdan bechora, jabrdiyda yasashimizni? Bizga rahmlari kelgani uchun yaxshilik qilishsinmi? Mana ko'pchilik shuni xohlaydi, menga rahmi kelsin. Menga achinsin, men bechoraman. Eridan, atrofidan, o'g'lidan faqat bechora bo'lgani uchun muhabbat olishni xohlaydi. Sizga kerakmi? Siz tilanchimisiz? Mehrni, sevgini, muhabbatni, pulni tilanib olasizmi? Bechoralar shunaqa bo'ladi. Siz tanlang, bugun qanaqa bo'lganingiz sizni butun umringizni belgilaydi, butun hayotingizni belgilaydi va har doim sizga shunaqa muomala qilishadi. Tasavvur qiling, bolangiz sizga rahmi kelgani uchun, rahmlari kelib ketgani uchun sizga yaxshilik qilgani yaxshimi yoki yaxshi ko'rgani uchunmi? Muhabbat qilgani uchunmi? Tasavvur qilib, prosta taroziga qo'ying. Bolangiz sizga narsa olayotganda onamga bo'laveradi. Shuni olganimga onam xursand bo'ladi deb oddiy narsani olib kelgani yaxshimi yoki narsa olayotganda yo'q, onamning samatsenkasi baland, onamga bu bo'lmaydi. 100 minglik atir olib bo'lmaydi. $100 olishim kerak. Onam samatsenkasi baland, onam eng yaxshiga loyiq deb olib kelgani yaxshi. Qaysi biri? Qaysi biri yaxshi? Menimcha albatta ikkinchisi. Ya'ni siz ham, eringiz ham, atrofingiz ham, bolalaringiz ham sizni abuni samatsenkasi baland, bunga bunaqa muomala qilib bo'lmaydi. Bunga yaxshirog'ini berish kerak. Degani yaxshiroq. Bunaqa bo'lish uchun avval o'zimizga shunaqa munosabat qilishni o'rganishimiz kerak. Biz o'zimizga qilmas ekanmiz, nimaga buni atrofdan qidiramiz? Nimaga atrofdan kutamiz? Nimaga muhabbatni, sevgini bizga rahmlari kelishi orqali olamiz? Nimaga prosta ola olmaymiz? Prosta sevganlari uchun berishlari kerak emas? Yo'q, majbur. Erim majbur, erim bo'lganicha berish kerak. Bolam majbur, bolam bo'lganicha berish kerak. Bu shartli munosabat, bu tilanchilik, bu bechoralik va bu uzoqqa bormaydi. Va bu har doim orqasida minnat, aybdorlik, bekor bo'ldi, u bo'ldi, boshqa narsalar bo'ladi. Nimaga siz shunchaki sevgi bilan ola olmayapsiz? Qilsin, siz sevgani uchun qilsin. Eringiz sovg'a bersin, sevgani uchun, majburligi uchun emas, eringiz bo'lgani uchun emas. Bolangiz sizga sovg'a olsin, sevgani uchun, yaxshi ko'rgani uchun. Atrof munosabat qilsin, yaxshi ko'rgani uchun, sizdan qo'rqqani uchun, majburligi uchun emas. Bilasizmi bu qanaqa bosim?
insonda birinchi o'rinda inson o'zini o'zi bosadi buni orqasidan. Va natijada sog'lig'iga, tanasiga, hamma nimaga hozirgi kunda ayollar kasal. Eng ko'p kasalliklar ayollarda. Muammo shunda, ayollar bo'laveradi, menga bo'laveradi. Yaxshi bo'lib ketaman deb o'ziga даже sog'lig'iga vaqt ajratmaydi. O'lib qolganim yo'q-ku. Qachon o'lar holatga ketsam, keyin o'z ustimda ishlayman. Qachon o'lar holatga ketsam, keyin doktorga boraman deydi. Mana muammo kimda? Da hamma narsa bor. Da dars beriladi. Hozir endi aytaman Fotiha haqida. Demak, har bitta mana bugungi darsdan ozgina bo'lsa ham bitta qadam oldinga chiqasiz. Hech bo'lmasa ertaga o'zingizni bir marta bo'lsa ham yaxshi ko'rishni o'rganasiz. Men ishonaman bunga. Hech bo'lmasa ertaga o'zingizga sarflayotganingizda yoki sarflab bo'lganingizda afsuslanmaysiz. Men shuni olib qo'ydim deb bekor, ash ko'ylakni bekor oldim deb emas. Bo'ldi, oldim, men loyiqman. Alloh berdi, minnatdorman. Maza qilib, xohlang yirtib yuboring uni. Siz loyiqsiz. Siz $100 dan qimmatroq turasiz. Siz egningizdagi kiygan kiyimdan qimmatroq turasiz. Siz yashayotgan uyingizdan qimmatroq turasiz. Siz kerak bo'lsa atrofingizdagi hamma insondan qimmat turasiz. Yo noto'g'ri. Nimaga biz o'zimizni unaqa arzon baholaymiz? Insonning bitta pochkasi qancha pul turadi? Insonning bitta yuragi qancha pul turadi? Bu yurakda qancha qiynayapmiz? O'ylang. Insonning bitta jigari qancha pul turadi? Qo'lingiz qancha turadi? Nech pul turadi sotsangiz? Tushunyapsizmi? Qanaqa qimmat turadi-da? Lekin biz o'zimizni undan ham pastga $100 ga arzitmaymiz-da borib. $100 biz uchun foyda. Chet ellik ayollar nimaga maza qilib yashaydi? Maza qilib erining pulini oladi, maza qilib sovg'alar oladi. Ular prosta o'zini yaxshi ko'radi. O'zini qimmat turishini biladi, bo'ldi. Unda ichkarida shunaqa his bor. Bu narsa birinchi his bo'lib o'tadi. Inson birinchi o'zini shunaqa his qilish kerak. Bu amaliyotga kelishdan avval, ya'ni shuni amaliyotga hayotiga kirgizishdan avval siz o'zingizni shunaqa his qilishingiz kerak. Siz uni o'zingizni shunaqa his qilmasangiz, men bechoraman, men jabrdiydaman, men kambag'alman, men uman, men buman deganingizdan keyin, men qo'limdan hech narsa kelmaydi deganingizdan keyin atrofim sizga shunaqa munosabat qiladi. Demak, birinchi o'rinda biz o'zimizni shunaqa his qilishimiz kerak. Endi biz o'zimizni shunaqa his qilishimizga nima to'sqinlik qiladi? Bloklar. Ota-onamizdan qolgan bloklar. Bolalikdan eshitgan gaplarimiz, atrof muhitdagi gaplari, ijtimoiy tarmoqdagi narsalar hamma narsa ta'sir qiladi. Ajdoddan o'tgan programmalar. Mana shular ta'sirida biz o'zimizni yomon deb o'ylab olganmiz.